Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam shunday bizga muhabbat tilagi, qiyomatda Robbimning izniyle birinchi o'sha kishi inshaalloh tirilanadi. Jabroil alayhissalom kelganlardan ki ey Jabroil, Allah subhanahu wa taolo meni uyg'otmasdan turib ummatlarimni jahannamga tashlab yubormadim derkanlar. Ya'ni Allohning izniyle farzandlarini, ashoblarini so'ramadilar. Balki siz u biz ummatni so'radilar. Hozir inshaalloh men bunday ko'rib turibman-da. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam juda xursand bo'ldilar. Bu xursandliklarni tabassum qilib turibdilar-ki Xudo xohlasa. İnşallah. Nabiyini kuldirgan ummat borki inshaalloh jahannamga tushmaydi Xudo xohlasa. Chunki Peygamberimiz hayotlik davrlarida ummatlarni bir-biriga birodar qilib, birodarlik rishati bilan bog'lab qo'yardilar-da. Rahm, shafqat, muhabbat, ummatni bir-biriga muhabbatda bo'lsa shayton yengolmaydi ummat.